Aka nima bo'pti bunga? Ben haydaydigan odamni qo'li kulch bo'ladi. Kuch kerak emas men haydaydigan odamga. Assalomu alaykum akalarim. Yaqin akamizning bolalari bor edi. Akamlar ma'mur rulni qo'yib bergan deyaptilar. Keyin qo'yilgan zapchastlari bor ekan. Buni alishtirib beramiz. Sizlarning oldingi plastmassalari sinib ketgan ekan, o'zlariniki. Buni alishtirib beramiz. Akamlar aytayotdilar, mana shu rulni qo'yib bergan, chiroyligi zo'r turadi, yangicha pozitsiyaniki deyaptilar. Restayling rullarini olib kelib berdilar. Akamlar shuni qo'yib bergan deb. Aka dedim, bu ancha xafa bo'lib ketdi.